Ko'pchilik bu ishing bo'lmaydi, bu mumkin bo'lmagan narsani qilyapsan deganda, inshaalloh qilamiz degan. Qashqadaryo shahri Sabrdagi to'yxona master jamoasining ishlarini to'yxonaga beton qo'yish jarayoni. To'yxona master professional metal konstruksiyalik to'yxonaning salonlariga beton jarayoni. To'yxonamizda eni 28 metr, uzunligi 40 metr. To'yxonamizni hattoki balkoni ham bo'ladi. Shu balkonni balandligi 4 metr. Bersun bo'ladi bu to'yxona. Ko'pchilik bu ishing bo'lmaydi, bu mumkin bo'lmagan narsani qilyapsan deganda, inshaalloh qilamiz degan. To'yxona master jamoasini ikkinchi loyihasi Qashqadaryoda metall konstruksiyadan boshlangan to'yxonamizda Qashqadaryo shahri Sabzdagi ishlarimiz inshaalloh 16 kun deganda mana shu jarayonga keldi. Xolasa tez kunda video